Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Xosiyat Allayarovna. Men 8 yillik tajribaga ega amaliy psixologman. Oilaviy munosabatlar bo'yicha ekspert. Bugungi mavzumiz oilada xiyonatning sabablari hamda sog'lom munosabat modeli haqida gaplashamiz. Oilada xiyonatning kelib chiqish sabablari nimadan? Buning sabablari juda ham ko'p. Chunki har bir inson oila individual bo'lganligi uchun sabablari ham turlicha bo'lishi mumkin. Biz aslida munosabatlarda har doim natija ko'ramiz. Ya'ni ajrim ham natija, xiyonat ham natija, kimningdir juda ham zo'r munosabati ham bu ularning natijasi. Ya'ni har bir vaziyatning kelib chiqishiga nimadirlar sabab bo'lgan bo'ladi. Munosabatlarning yomonlashishi yoki xiyonatgacha bo'ladigan holatning kelib chiqishiga birinchi navbatda hissiy uzoqlikni ko'rib chiqaylik. Ya'ni oilada erkak va ayol ikkalasi ikki xil olam, ikki xil dunyo qarashli bo'lganlardan keyin kutuvlari ham har xil bo'ladi va bir-birini boricha qabul qila olmaslik sababli har xil konfliktlar yuzaga kelishi mumkin. Qarabsizki, o'rtada hissiy munosabatlarda uzoqlik kuzatiladi. Hissiy uzoqlik yo'qolganidan keyin erkak va ayol bir-biri bilan samimiy suhbatlasha olmaydi. Ya'ni muloqotdan qochish boshlanadi. Bir-birini tinglashni istamaydi, bir-biriga o'zini ichidagi kechinmalarni boricha ko'rsatishni xohlamaydi. Ayol va erkakda samimiylik bo'lmaganidan keyin ayol o'zini hislarini, emotsiyalarini bosishni boshlaydi. Ya'ni o'zini xohish istaklarini ochiq ayta olmaydi. Xafa bo'lsa ichiga yutadi va turmush o'rtog'idan qo'rquv va hokazo har xil hislar, kechinmalar bo'lishi mumkin. Erkakda bo'lsa sevgisini ko'rsatmaslik, qattiqqo'llik, o'ziga yaqin yo'latmaslik va hokazo. Shunga o'xshash holatlar natijasida ikkalasi ham niqobda yurgandek bir-biriga hissiy bog'lanishdan yiroqlashishadi. Xiyonatning eng muhim sabablaridan biri mana shu emotsional yaqinlikning yo'qligi, ya'ni hissiy ehtiyojlarni bir-biriga ochiqchasiga aytilmasligi, bir-biriga yaqin bo'lmaslik sababidir. Oilada ko'p konfliktlar bo'lish natijasida erkak bu holatda o'zini qadrsiz his qilishi mumkin va ayoli tomonidan hurmat, e'tibor ko'rmasa, tashqarida boshqa ayollardan mehr, hurmat istagi borligi sabab ham xiyonat bo'lish ehtimoli bor. Xiyonatning sabablaridan yana biri atrof muhitning ham ta'siri. Ya'ni do'stlar orasida bu normal ko'rinishi yoki xohish istaklarning kuchliligi va hokazolar. Yana bitta sababi bu oiladagi tarbiya. Ya'ni oilada ham shunga o'xshash munosabatlar bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ota-ona bilan munosabati yaxshi bo'lmaganligi sababli bolalikdagi travmalar ham ba'zida xiyonatning kelib chiqish sababi bolalikdagi travmalar bilan ham bog'liq bo'ladi. Buning aniq sabablarini mutaxassis bilan ishlash jarayonida aniqlash mumkin. Xiyonatning eng muhim sababi bu jinsiy xohishlardir. Chunki erkak uchun jinsiy munosabat juda muhim hisoblanadi. Ayol uchun esa emotsional yaqinlik muhim hisoblanadi. Shu sababli ham erkaklarda xiyonatga sabab bo'ladigan narsa mana shu jinsiy munosabatdan qoniqmaslik, o'zini xohish istaklarini o'zining turmush o'rtog'i bilan ochiqchasiga namoyish eta olmaslik ham sabab bo'ladi. Xiyonatdan keyin munosabatni tiklasa bo'ladimi? Albatta tiklasa bo'ladi. Buning uchun erkak va ayol ham birdek harakat qilishi kerak bo'ladi. Faqat ayol tomonidan harakat bo'lsa, erkakda xohish bo'lmasa yoki erkakda harakat bo'lib, ayolda xohish bo'lmasa, bunda munosabatni tiklash ehtimoli juda ham past bo'lishi mumkin. Sog'lom munosabat qurish uchun insonlar qaysi pozitsiyada bo'lishi kerak? Aslida kattalar yetuklik pozitsiyasidan qurilgan oila baxtli va bir-birini tushunadigan bo'ladi. Lekin ko'pincha mana shu urushadigan, konfliktda bo'ladigan oilalarning holati bu psixologiyada bolalar pozitsiyasi deb nomlanadi. Ya'ni jismonan ulg'aygan bo'lsa-da, insonni ong darajasi oilaga tayyor emas. Shu sababli ham bir-birini gap so'z bir-biriga yoqmaydi, bir-birini qabul qilish qiyin bo'ladi va hokazo. Sog'lom munosabatning bir nechta ko'rinish va bosqichlarini sanab o'tmoqchiman. Qachonki er-xotin orasida ishonch bo'lsa, samimiylik bo'lsa, ana o'shanda bu munosabat sog'lom hisoblanadi. Agar bir-biriga ishonch bo'lmasa, yashiradigan sirlari bo'lsa, yaqinlik bo'lmasa, unda bu munosabat borgan sari
shubha gumonga tushish ehtimoli bor. Ikkinchisi bu hissiy yaqinlik, ya'ni er xotin bir biriga hislarini bo'lishi, kerakli paytda sevgi izhor qilishi, qo'llab quvvatlashi yoki bo'lmasam yoqmaydigan narsalar bo'lsa bemalol ayta olish, qo'rquv bo'lmasligi, mana bu narsalar hissiy yaqinlik hisoblanadi. Uchinchisi jinsiy munosabat va muhabbatni saqlash. Chunki bu insonning hayotidagi eng muhim ehtiyojlardan biri hisoblanadi. Keyingisi bu juftlar orasidagi o'zaro hurmat va minnatdorchilik. Ba'zida biz o'zimizni kutuvlarimizdek munosabatni ko'rmaganimizdan keyin ich-ichimizdan xafa bo'lib qolishimiz mumkin. Mana shu kutuvlarimiz bo'lsa yoki bo'lmasam qaysidir joylarda minnatdorchilik bildirish kerak bo'lsa, bu narsani aytishni o'rganishimiz kerak. Misol uchun ayol shirin ovqat tayyorladi, lekin erini minnatdor bo'lishini kutdi, lekin er uchun bu oddiy holat bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam turmush o'rtoq bozorlik qilib keldi, ayol uchun bu oddiy holatdek tuyulishi mumkin. Mana shu holatlarda ham e'tiborli bo'lib, hurmatda va minnatdorchilikda bo'ladigan bo'lsa, munosabatlar yanada mustahkamlanadi. Oilada er xotin umumiy maqsadlari hamda qiziqishlari bo'lishi ularning munosabatlarini yanada yaxshilanishiga yordam beradi. Har bir oilaning o'zini qadriyati va qonun qoidalari bo'ladi. Mana shu qonun qoidalarni er xotin o'zaro kelishgan holatda yaratishi mumkin. Va albatta bu qoidalarga ham rioya qilinsa, yanada mustahkam bo'ladi oiladagi munosabatlar. Ko'pincha ayollar turmush o'rtog'ini mas'uliyatsizligida yoki bo'lmasam erkaklar ayolni qaysidir ma'noda farosatsizligida qiynalishi mumkin. Mana shu joyda mas'uliyatli bo'lish har ikkala inson uchun ham muhim hisoblanadi. Endi mas'uliyatni ham hamma har xil tushunishi mumkin. Balkim bu ro'zg'or ishlardagi mas'uliyatdir yoki munosabatdagi mas'uliyatdir. Buning ham har bir oiladagi juftliklar o'zaro kelishgan holatda bir-biriga mas'uliyatini ko'rsatadi. Munosabatlardagi eng muhim qoidani esdan chiqarmaslik kerak. Munosabatlar yillar davomida shakllanadi. Yosh oilalarda ba'zida toqatsizlik, sabrsizlik, bir-birini tushunmaslik oqibatida tezda ajrim holatlari bo'lishi mumkin. Lekin boshida aytilgandek, har bir vaziyatda biz munosabatda natija ko'ramiz. Har bir insonni hayotida tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin, konfliktlar bo'lishi mumkin, lekin sabr qilgan, bir-birini tushungan juftliklargina baxtli munosabat yarata oladi. Oiladagi munosabatlarga erkak ham, ayol ham birdek mas'uldir. Lekin ko'pchilik holatlarda ayollar oila munosabatlari uchun ko'p harakat qilishadi. Shu sababli ham ayollarga tavsiyam bor. Ayollar mendan ko'pincha so'rashadi, xiyonatdan keyin qanday harakat qilay? Bu holatda eng avvalo ayol kishi o'zini ruhiyatini tiklab olishi kerak bo'ladi. Chunki biz atrofdagi insonlarni o'zgartira olmaymiz. Biz faqatgina o'zimizni o'zgartira olamiz. Vaziyatga bo'lgan munosabatimizni, nazarimizni o'zgartirishimiz mumkin. Chunki tashqi olam bilan, ya'ni turmush o'rtog'i bilan janjal qilganini yoki bo'lmasam o'sha ikkinchi ayolning yoniga borib urush qilgandan foyda yo'q. Bu yerda ayol bor fokusini o'ziga qaratib, o'z ustida ishlab, o'zini hissiy hamda kechinmalarini anglagandagina to'g'ri qaror va yechimga kela oladi. Afsuski, ko'p holatlarda ayollar sog'lom munosabat qurishni, ajrimdan keyin nima qilishni, xiyonatdan keyin nima qilishni, qadamma-qadam qanday harakat qilishni bilishmaydi va shu sababli stress, depressiyaga tushib qolishadi. Bunday holatda yakka tartibda individual konsultatsiyalar olib, o'z ustida ishlash juda foydali bo'ladi. Konsultatsiyaga kelgandan keyin har bir ayol eng avvalo o'zini xohishlarini to'g'ri tushunadi hamda kechinmalari, hissiy holatini to'g'ri anglashni o'rganadi. Eng muhimi bu yerda erkak psixologiyasi, ayol psixologiyasi, oilada eng muhim narsa nima? Xiyonatning asl sabablari va o'zini juda ko'plab savollariga javob topadi. O'zining ruhiyatini yaxshilanishiga o'zi birinchi qadamni qo'ygan bo'ladi. Agar siz ham yangi hayotga qadam qo'yishni xohlasangiz va nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, unda konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin. Quyidagi raqamlar orqali konsultatsiyaga yoziling, men sizga yordam beraman.